Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Demet ilovasini o'rnatishni o'rgataman. Buning uchun Play Marketga kiramiz. Bu yerda Demet deb yozamiz. Bu yerda ikki xil Demet dasturi bor bo'lib, birinchisi fuqarolar uchun, ikkinchisi esa shifokorlar uchun hisoblanadi. Birinchi Demet ilovasiga kiramiz. Buni o'rnatamiz. Biroz vaqtni talab qiladi. Ochamiz. Ruxsat beramiz. Mana Demet dasturida o'zbek tilini tanlaymiz, davom ettiramiz. Bu yerda ochiladi. Bu yerda jesherni kirgizish deyapti va ikkinchisi esa ID raqamni so'radi. Jesher osonligi uchun jesherni kirgizaman. Kirish tugmasini bosamiz va bu yerda selfie rasmga oling deyapti. Rasmga o'zimizni olamiz. Shaxsimizni tasdiqlagandan so'ng o'zimizga qulay bo'lgan kodni yozamiz. 2 marta kod terganimizdan so'ng ilovadan davom ettiramiz. Barmoq izini terish hozircha shart emas. Mana bizning o'zimizning ilovamiz Demet ilovasi ochildi. Bu yerda qaysi poliklinikaga biriktirilganim, o'zimni oilaviy shifokorim va o'zim vrachga yozilishim mumkinligi, qabullar va tahlillarimni bilib olishim mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat.